Alemi rüküye bargan uçurdağı tasbihidin to'g'ri aytilishi. Dag'i bir riyat o'qiymiz. Subhanakallahumma va bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugungi saqta biz namozdagi duo jana tasbihlarni to'g'ri aytib o'rganamiz. Sebebi namazımız jo'g'orqi dengelde bolusu üçün andagi so'zlarni to'g'ri aytuvdagi shart qilinadi. Eng yana birinchi biz namozda Allohu akbar deb takbir bilan boshlaymiz. Bu Allohu akbar degan so'z ma'nosi Allah eng ulug'. Ayrim uchurlarda Allohu akbar deb ba tabishdan keyin alif qo'shilib qoladi. O'shanday ayrim uchurlarda Allohu akbar deb akbar sözünün başındagi hamza tıbışı sozulib qoladığın natijada Allah eng ulug' bu degan ma'no chiqadi. O'sha sebepten hurmatli ko'ruvchilar, namozimiz jaraqsiz bo'lib qoluvsidan saqlanib, Allohu akbar sözünde ba tıbışını sozbosdan surolu hamzani qo'shbosdan aytib kerak. Alemi namozni boshlagandan keyin sanani o'qiymiz, to'g'ri qilishi bundaycha. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Dag'i bir riyat o'qiymiz. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Wa ta'ala sözünde ayn tıbışını taq chiqarib, jana lamdan keyingi alifni sozuv kerak. Wa ta'ala jadduka emas balkim wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Alami rüküye bargan uchurdagi tasbihidin to'g'ri aytilishi Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytu. Subhana sözündagi ha tabishini taq to'g'ri chiqaruv kerak. Taqta aytganda tamoqning o'rtasidan Subhana, Subhana tamoqdan ildidan chiqqan ha menen emas balkim je xo'g'al mashtirib subhana emas balkim subhana, subhana deb aytu to'g'risi. O'shandayla al-azim sözündagi zot tabishini jo'g'on aytu kerak. Agarda zot tabishi ichki aytilib subhana robbiyal azim deb aytilib qolsanda bu so'zdan men bekam niyat qilgan Robbimning tozalig'ini bayondayman degan ma'no chiqadi. O'sha sebepten to'g'ri aytilusi Subhana robbiyal azim deb aytu. Alam biz rukdan turgan uchurda Sami'allohu liman hamidah deb aytamiz. Sami'a sözündagi ayn tabishin taq to'g'ri ochiqtab aytganda tamoqning o'rtasidan chiqaruv kerak. Ayn tabishi ko'pchilik tillarda kezlashmagan sababdan ayn tabishini biz hamza tabishini aylantirib Sami'allohu liman hamidah deb aytamiz. Javol bo'lsa ya tabishini aylantirib Samiyallohu liman hamidah deb aytib qo'yamiz. O'sha sababdan aynni taq to'liq to'g'ri chiqaruvga harakat qilish kerak. Sami'allohu, Sami'allohu liman hamidah. O'shandayla dabir ko'ngil buradigan narsa hamidah so'zindagi ha tabishin jo'g'ida aytib o'tganday tamoqning o'rtasidan chiqaruv kerak. Negizidan bu Sami'allohu liman hamidah degan so'zning ma'nosi kim Allohni maqtasa, ana Alloh uqdi degan ma'ni. Agarda hamida so'zindagi ha tabishi to'liq chiqarilmay hamenen aytilib qolsa Sami'allohu liman hamidah deb. Anda bu so'zdan Allah saqtasin, kim Allohni o'chirsa, ana Alloh uqdi degan ma'ni chiqadi. Jana ayrim uchurlarda hamida so'zning oyog'idagi ha tabishi chiqarilmay Sami'allohu liman hamida, hamida deb aytilgan uchurlardagi kezlashadi. O'shandalar rüküdan Sami'allohu liman hamidah deb turgandan keyin Robbana lakal hamd deb aytamiz. Bu so'z ma'nosi o ega biz bardiq maqtovlar sag'ag'ana. Agarda jo'g'ida aytib o'tganday alhamd so'zindagi ha tabishini aylanib qolsanda bu so'zdan o ega biz bardiq o'chuvlar sag'ag'ana degan ma'no chiqadi. O'shandan ha tabishini taq to'g'ri chiqarib ochiqda aytganda tamoqning o'rtasidan chiqarib Robbana lakal hamd, Robbana lakal hamd deb aytuga
аракет кылуубуз керек. Эми сайдага баргандагы тасбихти туура айтууга көңүл бурабыз. Сайдага барган учурда Subhana rabbiyal a'la деп айтылат. Al-a'la деп айын тыбышыны толук чыгаруу керек. Subhana rabbiyal a'la эмес, балким Subhana rabbiyal a'la. Аллах Таалам барыбызга намазды жогорку деңгээлде тургузуп, андагы сөздөрдү туура так айтууга жардам берсин.